Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Doğu yurt ip uch sonli yangi tartib odamlarni pensiyasi qoldiradimi? Kim xavf ostida, kimning pensiyasi kamayishi mumkin? Kim esa umuman xavotir olmasa bo'ladi. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki bugun ishlayotgan odam ertaga pensiyaga chiqadi. Bugun hujjatini to'g'ri yuritmagan odam esa 25 yoki 6 yoshga yetganda sizda staj yetmaydi degan javobni eshitishi mumkin. Men bu videoda oddiy tilda chalkashtirmasdan tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi, qaysi toifadagi fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak, qanday hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim joyi amaliy maslahatlar qismida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam katta muammodan qutuladi. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik men ishlaganman, demak pensiya olaman deb o'ylaydi. Lekin pensiya tizimida faqat ishlaganman degan gap yetarli emas. Davlat uchun asosiy savol bitta. Sizning ishlagan davringiz rasmiy qayd etilganmi? Ish haqi bo'yicha ma'lumot bormi? Ijtimoiy soliq yoki tegishli ajratmalar to'langanmi? Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tarixi to'g'rimi? Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatlar bilan hal bo'lardi. Odamning mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, tashkilot muhri bo'lsa, rahbar imzosi bo'lsa, pensiya jamg'armasi shu asosda stajni ko'rib chiqardi. Albatta, o'sha paytda ham tekshiruv bo'lgan, lekin ko'p hollarda mehnat daftarchasidagi yozuv asosiy dalil sifatida qabul qilingan. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Raqamlashtirish kuchaydi. Ma'lumotlar soliq bazasi, mehnat organlari bazasi, elektron mehnat daftarchasi ish beruvchi hisobotlari orqali tekshiriladi. Ya'ni endi daftarchada yozilgan degani har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, agar oylik konvertda berilgan bo'lsa, agar soliq hisobotida sizning nomingiz chiqmasa, eng achinarlisi siz o'zingizni 10 yil ishladim deb hisoblaysiz. Lekin tizimda 2 yil yoki umuman neri yil ko'rinishi mumkin. Dokument bilim uch sonli yangi tartib atrofidagi asosiy xavotir ham shunda. Pensiya tayinlashda rasmiy ma'lumot, hujjat va to'lovlar yanada muhim bo'lib bormoqda. Bu degani hamma pensiyasiz qoladi degani emas. Lekin ayrim toifadagi odamlar, ayniqsa norasmiy ishlaganlar, hujjati yo'qolganlar, tashkiloti yopilib ketganlar, chet elda ishlaganlar, o'zini o'zi band qilganlar, mavsumiy ishchilar va og'zaki kelishuv bilan ishlaganlar jiddiy tekshirish kerak. Avval odam pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasiga borardi. U yerda mehnat daftarchasi, pasport, ish haqi haqida ma'lumotnoma, harbiy xizmat hujjatlari, farzand parvarishi yoki boshqa tegishli hujjatlar so'ralardi. Agar daftarchada yozuvlar to'g'ri bo'lsa, staj hisoblanardi. Ish haqi bo'yicha ma'lumot ham tashkilot arxividan olinardi. Lekin hayotda muammolar ko'p bo'lgan. Masalan, odam 1995 yildan 2003 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin korxona yopilgan, arxivga topshirilmagan. Ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin murxira, sana noto'g'ri, lavozim ko'rsatilmagan. Bunda holatda stajni tasdiqlash qiyinlashadi. Hozir esa davlat kim qayerda ishlagan, qancha ish haqi olgan, qaysi oyda ijtimoiy to'lov qilingan degan ma'lumotlarni elektron bazalar orqali ko'rishga harakat qilmoqda. Bu bir tomondan yaxshi, odamga ortiqcha yugur kamayadi. Hujjat soxtalashtirish kamayadi. Pensiya hisoblash aniqroq bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan eski davrda yoki norasmiy ishlaganlarning muammosi yuzaga chiqadi. Masalan, siz 2010 yildan 2024 yilgacha do'konda sotuvchi bo'lib ishladingiz. Har oy 2 million so'm naqd oldingiz. Ish beruvchi keyin rasmiylashtiramiz dedi, lekin rasmiy shartnoma qilmadi. Siz ham o'sha paytda mayli pulimni bersa bo'ldi dedingiz. Endi pensiya hisobida o'sha 6 yil ko'rinmasligi mumkin. Chunki davlat bazasida siz xodim sifatida yo'qsiz. Ish beruvchisiz uchun ijtimoiy soliq to'lamagan. Mehnat shartnomasi yo'q. Bu eng katta xavf. Birinchi navbatda rasmiy ishlamaganlar xavotir olishi kerak. Men ustada ishladim. Men magazinda ishladim. Men fermerda ishladim. Men qurilishda ishladim. Men haydovchi bo'ldim. Men oshxonada ishladim. Lekin mehnat shartnoma olmagan bo'lsa, sizning mehnat shartnomasi bo'lmagan bo'lsa, sizning stajingiz bo'yicha savol tug'iladi. Ikkinchi toifa oylikni rasmiy va norasmiy olganlar, masalan, ish beruvchi sizni eng kam oylikka rasmiylashtirgan, qolganini naqd bergan. Siz pensiyaga chiqqanda ish haqi ma'lumotlari faqat rasmiy qism bo'yicha ko'rinadi. Natijada pensiya miqdori kutilgandan kam chiqishi mumkin.
Odam men 5 million olardim deydi. Tizim esa sizga rasmiy 20 million 200 ming hisoblangan deydi. Pensiya hisobida og'zaki gap emas, rasmiy ma'lumot ishlaydi. 3-toifa tashkiloti yopilib ketganlar. 1990 yillar, 2000 yillar boshida ko'p korxonalar yopildi. Nomi o'zgardi, arxivi yo'qoldi. Agar siz o'sha davrda ishlagan bo'lsangiz, hozirdanoq hujjatlaringizni tekshiring. Chunki pensiya yoshiga yetganda arxivdan ma'lumot izlash 2-3 oy emas, ba'zan yarim yilga cho'zilishi mumkin. 4-toifa chet elda ishlaganlar, masalan, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki Koreyada ishlagan bo'lishingiz mumkin. Bu davr pensiyaga avtomatik qo'shilmaydi. Qaysi davlat bilan qanday kelishuv bor? O'sha davlatda rasmiy ishlaganmisiz? Sug'urta to'lovlari bo'lganmi? Hujjatingiz bormi? Bular alohida tekshiriladi. Men Moskvada tax yil ishladim degan gapning o'zi yetmaydi. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumoti, migratsiya va soliq hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. 5-toifa o'zini o'zi band qilganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar. Ko'pchilik men patent to'ladim, demak staj uradi deb o'ylaydi. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Qaysi davrda qanday tartib bo'lgan, qancha to'lov qilingan, ijtimoiy soliq to'langanmi, ro'yxatdan o'tgan kuningizda qachon, faoliyat to'xtatilganmi, bularning hammasi ahamiyatli. Agar faqat ro'yxatdan o'tib, keyin to'lov qilmagan bo'lsangiz, staj masalasida muammo chiqishi mumkin. 6-toifa ayollar, ayniqsa ko'p yil uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan ayollar. Qonunchilikda ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin bu ham avtomatik va cheksiz degani emas. Farzand tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjatlari, ishga kirish-chiqish sanalari, dekret ta'tili hujjatlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ayol kishi 20 yil uyda bo'lgan bo'lsa. Men bolalarimni katta qildim degan gapning o'zi pensiya staji sifatida to'liq qabul qilinmaydi. Qaysi davrlar qo'shiladi, qaysi biri qo'shilmaydi, alohida ko'riladi. Agar siz rasmiy ishda ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lsa, ish beruvchi siz uchun hisobot topshirgan bo'lsa, ish haqi rasmiy o'tgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda davrlar ko'rinsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir men umuman tekshirmang demayman. Chunki tizimda texnik xatolar bo'lishi mumkin. Ism, familiya noto'g'ri yozilgan, JSS she'r bog'lanmagan, eski pasport ma'lumotlari bilan yangi pasport ma'lumotlari mos kelmagan. Ishga kirgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Masalan, bir fuqaro 2005 yildan 2015 yilgacha maktabda ishlagan. Hammasi rasmiy. Lekin elektron tizimda faqat 2011 yildan keyingi davr ko'rinadi. Nega? Chunki eski ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilmagan. Bu odam pensiyasiz qolmaydi, lekin hujjat yig'ishi kerak bo'ladi. Shuning uchun rasmiy ishlaganlar ham o'z ma'lumotini oldindan tekshirib qo'yishi foydali. Yana bir misol. Fuqaro zavodda 25 yil ishlagan, oyligi doim bank orqali tushgan, soliq to'langan, mehnat daftarchasi bor. Bunday odamning asosiy staji shakllangan bo'ladi. U faqat hisob-kitobning to'g'ri qilinishiga e'tibor berishi kerak. Qaysi yillar ish haqi bazaga olingan? Imtiyozli davrlar bormi? Zararli mehnat sharoiti hisobga olinadimi? Harbiy xizmat davri qo'shilganmi? Birinchi misol. Ali aka 6 yoshga yaqinlashdi. U 1990 yildan 2000 yilgacha kolxozda ishlagan. 2000 yildan 2010 yilgacha bozorda savdo qilgan. 2011 yildan 2024 yilgacha rasmiy qorovul bo'lib ishlagan. Ali aka, men 34 yil ishladim deydi. Lekin hujjat bo'yicha ko'raylik. Kolxoz davri arxivida tasdiqlansa, 10 yil staj bo'ladi. Bozor davri rasmiy tadbirkorlik yoki to'lov bilan tasdiqlanmasa 9 yil stajga kirmasligi mumkin. Qorovullik davri rasmiy bo'lsa 13 yil staj. Natijada Ali aka o'ylagan 34 yil emas, hujjat bo'yicha 23 yil chiqishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Ikkinchi misol. Dilfuza opa 15 yoshda. U 8 yil tikuv fabrikasida rasmiy ishlagan. Keyin 15 yil uyda bolalar bilan bo'lgan. Keyin 6 yil xususiy tikuvchilik qilgan, lekin o'zini o'zi band qilmagan. U umrim bo'yi mehnat qildim deydi. Bu insoniy jihatdan to'g'ri. Lekin pensiya tizimi hujjat so'raydi. Fabrikadagi tax yil tasdiqlanadi. Farzand parvarishi davridan qonun doirasida ma'lum qismi qo'shishi mumkin. Lekin uyda buyurtma olib tikkan yillari rasmiylashtirilmagan bo'lsa, stajga kirmasligi mumkin. Demak, Dilfuza opa hozirdan barcha tug'ilganlik guvohnomalarini, mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotlarini tayyorlash kerak. Uchinchi misol. Jamshid 12 yil Rossiyada ishlagan.
u yerda qurilishda ishlagan, ba'zan rasmiy, ba'zan norasmiy. O'zbekistonga qaytib kelgach, pensiya yoshda mening 12 yilimni qo'shinglar deydi. Agar Rossiyadagi ish beruvchi bilan shartnoma bo'lgan, sug'urta badallari to'langan, tegishli ma'lumotnomalar olingan bo'lsa, masala ko'rib chiqilishi mumkin. Agar hammasi naqd hujjatsiz bo'lgan bo'lsa, juda qiyin. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar bugundan hujjat yig'ish kerak. Shartnoma nusxasi, ish haqi ma'lumoti, sug'urta raqami, ish beruvchi rekvizitlari, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi rasmiy ma'lumotlar. 4-misol. Nodir 20 yil taksi haydagan. Avval shunchaki shaxsiy mashinasida, keyin ilova orqali, keyin o'zini o'zi band qilgan. Agar u faqat oxirgi 3 yil rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, pensiya uchun faqat shu davr ko'rinishi mumkin. U 20 yil mehnat qilgan bo'lsa ham 17 yil hujjatsiz qolgan bo'ladi. Bu juda achchiq, lekin real holat. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchisi, mehnat staji va sug'urta staji tushunchalarini adashtirmaslik kerak. Oddiy odam uchun bu ikkalasi birdek tuyuladi. Lekin amalda qaysi davr qanday hujjat bilan tasdiqlanishi muhim. Ba'zi davrlar ishlamagan bo'lsangiz ham stajga qo'shilishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat, ayrim parvarish davrlari. Dekret bilan bog'liq davrlar. Lekin har birining sharti bor. Ikkinchisi, mehnat daftarchasidagi xatolar. Masalan, ishga kirgan sana 12.000, 32.000 deb yozilgan. Bo'shagan sana esa 32.000 deb ketgan. Ya'ni qog'ozda odam ishga kirishdan oldin bo'shab ketgandek ko'rinadi. Bunday xato kulgili tuyuladi, lekin pensiya hisobida muammo beradi. Yoki familiya nikohdan oldin boshqacha, keyin boshqacha, lekin hujjatlar bog'lanmagan. Ayollar buni alohida tekshirishi kerak. Uchinchisi, muhr va imzo masalasi. Eski mehnat daftarchalarida muhr xira bo'lishi, tashkilot nomi to'liq ko'rinmasligi, lavozim yozilmasligi mumkin. Agar bunday bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi bilan mustahkamlash kerak. Daftarcham bor-ku deb kutib o'tirmang. Pensiya yoshiga 5 yil qolgan bo'lsa ham, hozirdan arxivga murojaat qiling. 4-si, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya faqat stajga qarab emas, ma'lum darajada ish haqi ma'lumotlariga ham bog'liq bo'ladi. Agar siz katta oylik olgan bo'lsangiz, u rasmiy hisobda kichik ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham past chiqishi mumkin. Shuning uchun bank orqali tushgan oyliklar, hisob-kitob varaqalari, ish haqi ma'lumotnomalari muhim. 5-si, imtiyozli pensiya masalasi. Ayrim kasblarda odamlar og'ir, zararli yoki alohida sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Masalan, shaxta, kimyo ishlab chiqarish, ayrim tibbiyot, pedagogika yoki boshqa maxsus sohalar. Lekin men og'ir ish qilganman degan gap yetmaydi. Lavozim ro'yxatga mos bo'lishi, ish joyi attestatsiyadan o'tgan bo'lishi, buyruqlar va ma'lumotlar bo'lishi kerak. Aks holda imtiyozli staj tan olinmasligi mumkin. 6-si, minimal staj masalasi. Agar odamda pensiya tayinlash uchun zarur eng kam staj ham yig'ilmasa, u yoshga yetgani bilan to'liq mehnat pensiyasini ola olmasligi mumkin. Bunday holatda boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa masalasi o'riladi, lekin uning miqdori mehnat pensiyasidan farq qilishi mumkin. Shuning uchun baribir davlat bir narsa beradi deb beparvo bo'lish noto'g'ri. Mehnat pensiyasi bilan ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. 7-si, qarindoshining korxonasida ishlaganlar. Ko'p odam akasining do'konida, erining firmasida, otasining fermer xo'jaligida ishlaydi. Pul oladi, lekin rasmiy buyruq yo'q. Keyin o'zimizning ishimiz edi deydi. Pensiya tizimi uchun qarindoshlik emas, hujjat muhim. Agar siz haqiqatan ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizni rasmiylashtiring. Bugun uyalgandek bo'lasiz. Ertaga pensiyada afsuslanasiz. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni tekshiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, MyBog'Uz, soliq ilovalari, mehnat organlarining elektron xizmatlari yoki pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali ma'lumotlaringizni ko'rishga harakat qiling. Siz qayerda ishlaganingiz, qaysi davrlar ko'ringani, ish beruvchi sizni rasmiy ko'rsatganmi? Shuni tekshiring. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tartibga keltiring. Agar sizda eski qog'oz mehnat daftarchasi bo'lsa, uni yo'qotmang, yirtmang, uyda xavfsiz joyda saqlang. Har bir yozuvni tekshiring. Ishga kirish sanasi, bo'shash sanasi, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr, imzo. Agar xato topsangiz, sobiq ish beruvchiga yoki uning huquqiy vorisiga murojaat qiling. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga boring. 3-qadam, arxiv ma'lumotnomalarini oldindan oling. Tuman yoki shahar davlat arxivi, idoraviy arxiv.
sobiq tashkilotning hujjatlarini qabul qilgan muassasa orqali ish davringiz va ish haqingiz haqida ma'lumotnoma so'rang. Arizangizda to'liq yozing. Familiya, ism otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan tashkilot nomi. Taxminiy yillar, lavozim, bo'lim. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, yangi nomini ham yozing. 4-qadam, ish beruvchingizdan rasmiylashtirishni talab qiling. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz va shartnomangiz bo'lmasa, bugun gaplashing. Meni rasmiy ishga oling, mehnat shartnomasi tuzing, ish haqimni rasmiy ko'rsating deb yozma shaklda murojaat qiling. Agar ish beruvchi rozi bo'lmasa, bu siz uchun signal. Bugun 1-2 million ko'proq naqd olayotgandek bo'lasiz, lekin ertaga pensiya, kasallik varaqasi, mehnat ta'tili, kompensatsiya, kredit olish kabi masalalarda yutqazasiz. 5-qadam. O'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, to'lovlaringizni tekshiring. Faqat ro'yxatdan o'tish yetarli emas. Qaysi davr uchun ijtimoiy soliq to'langan, chek yoki elektron kvitansiya bormi? Faoliyat turi to'g'ri ko'rsatilganmi? Shuni ko'ring. Agar siz tikuvchi, taksichi, usta, repetitor, sartarosh, dehqonchilik yoki boshqa xizmat bilan shug'ullansangiz, rasmiy maqomingizni to'g'ri yuriting. 6-qadam. Ayollar farzandlar bo'yicha hujjatlarni tayyorlasin. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, dekret ta'tili bo'yicha buyruqlar. Ish joyidan ma'lumotnomalar alohida papkada tursin. Bir qaraganda mayda narsa, lekin pensiya hisobida bir necha yil staj taqdirini hal qilishi mumkin. 7-qadam. Chet elda ishlaganlar hujjatni o'sha yerning o'zida yig'sin. Ish tugab qaytgandan keyin izlash qiyin. Ish beruvchidan rasmiy ma'lumotnoma oling. Shartnoma nusxasini saqlang. Ish haqi va sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlarni oling. Agar hujjat chet tilida bo'lsa, keyin tarjima va tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Rasmiy ishlash imkoniyati bo'lsa, albatta rasmiy ishlang. 8-qadam. Pensiya yoshiga 6 oy qolganda emas, kamida 3-5 yil oldin tayyorgarlik ko'ring. Men ko'p ko'rganman. Odam pensiyaga chiqishga 1 oy qolganda yuguradi. Keyin arxiv javobi kechikadi. Hujjat topilmaydi. Ish beruvchi yopilgan bo'ladi. Sudga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bu asab vaqt va pul yo'qotish. Oldindan tekshirgan odam esa xotirjam bo'ladi. 9-qadam. Agar sizning stajingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy yozma ariza bering. Pensiya jamg'armasidan yozma javob oling. Agar rad etilsa, rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Yozma hujjat bo'lmasa, o'z huquqingizni himoya qilish qiyin. 10-qadam. Hujjatlarni nusxalab elektron shaklda saqlang. Pasport, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjati, ish haqi ma'lumotnomalar, buyruqlar, shartnomalar. Kvitansiyalarni skaner qiling yoki sifatli suratga oling. Telefoningiz buzilsa ham yo'qolmasligi uchun bulutli xotira yoki fleshkada saqlang. Hujjat yo'qolsa, nusxa ham ba'zan katta yordam beradi. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan xato, odamlar pensiyani faqat yosh bilan bog'laydi. Erkak olimga kirdi, ayol YX5ga kirdi, demak pensiya tayyor deb o'ylaydi. Yo'q, yosh faqat bitta shart. Staj, hujjat, ish haqi, to'lovlar ham muhim. 2-xato, tanish orqali hal qilaman degan fikr. Hozir tizimlar elektronlashgan, ma'lumotlar bazalarida tekshiriladi. Tanish sizga yo'l ko'rsatishi mumkin. Lekin yo'q stajni paydo qilib bera olmaydi. Eng ishonchli yo'l hujjatni to'g'rilash. 3-xato, ish beruvchiga ortiqcha ishonish. Ish beruvchi bugun hammasi joyida deydi. Lekin ertaga sizni bazaga kiritmagan bo'lib chiqadi. Har oy oylik olganingizda rasmiy hisob-kitob varaqasini so'rang, bank tushumlarini tekshiring, mehnat shartnomangiz nusxasini oling. 4-xato, eski hujjatlarni tashlab yuborish. Ba'zilar bu eski qog'ozlar kerak emas deb buyruq nusxasi, ma'lumotnoma, kvitansiyani tashlab yuboradi. Pensiya masalasida 20 yil oldingi bitta qog'oz ham sizga bir necha yil stajni isbotlab berishi mumkin. Demak, To'quy Berkimyutit sonli yangi tartib atrofidagi eng muhim xulosa shuki, rasmiy hujjatsiz ishlagan odamlar eng katta xavf ostida. Bu hamma pensiyasiz qoladi degani emas. Lekin beparvo bo'lgan odam pensiya yoshida katta muammoga duch kelishi mumkin. Rasmiy ishlagan, to'lovlari o'tgan, hujjatlari joyida bo'lgan fuqarolar ko'proq xotirjam bo'lishi mumkin. Ammo ular ham ma'lumotlarini tekshirishi shart. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mehnat tarixingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing,
ish beruvchingiz bilan rasmiy shartnomani talab qiling. Arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Pensiya bu keksalikdagi asosiy tayanch. Uni oxirgi kunga qoldirish mumkin emas. Sizning holatingiz qanday? Rasmiy stajingiz to'liq ko'rinayaptimi yoki ishlagan yillaringiz bazada yo'qmi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p oilalarni pensiya muammosidan saqlab qoladi.